Bizdan masala so'rashadi domlalardan. Sizlardan ham masala so'rashadi. Masalaga hukm aytuvchi odamni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 3 toifa bo'ladi deganlar. Hukm aytuvchi 3 toifa bo'ladi. Birinchisi chala biladi. Chala bilganiga tayanib javob beradi. U ham halokatga uchradi. Ikkinchisi biladi, bilganini teskarisini qilib hukm berdi. U ham halokatga uchradi. Biladi, bilganini aytmasdan teskarisini hukmini berdi. U ham halokatga uchradi. Uchinchisi bor, Alloh yarlaqaydi. Biladi, bilganiga ko'ra hukm berdi. Ana mana shu joyda qarang, birov haqida fikr yuritayotganimizda ham, birovga munosabat bildirayotganimizda ham, hatto farzandlarimiz o'rtasida ularga munosabat ham moddiy tarafdan ham erkalash, ularni zavqlantirish boshqa bo'ladimi? Ularga qilinayotgan munosabatlarimizda ham nima bo'lishimiz kerak? Teng bo'lishimiz kerak. Tenglikda Alloh taolo tarozi sifatida oyat karimada keltirgani bejizga emas ekan. Endi adolatli bo'lgan kishilarda Xudo taolo yaxshi ko'radi. Bu odil kishida deb qo'yadi biz ichimizda. Bu adolatli kishi. Gapirsa, birinchi bo'lib nima deydi? Gapimiz bor. Nima deydi? Adolatli kishiga ta'rif to'g'ri gapiradi deydi. Biror narsa so'rasa, to'g'risini aytadi. Biror ish qiladigan bo'lsa, to'g'ri bajaradi. Demak, adolatli kishining sifati to'g'ri bo'lish ekan. Yolg'onchi, qing'ir ish qiladigan, bema'ni yuradigan, g'ippaki odamlar orqasidan g'iybat, bo'xton, boshqa narsa qiladigan emas. To'g'ri insonlarda adolatli deylar ekan. Xudo taolo oyat karimada a'udhu billahi minash shaytonir rojim va aqsitu innalloha yuhibbul muqsitin. Sadaqallohu alayhi. Hujurat surasining 9-oyatida Xudo taolo aytadi: "Va aqsitu adolatli bo'linglar" deydi. Bizga buyuradi. Yana adolatli bo'lishimizga buyuryapti Xudo. Innalloha, albatta Alloh taolo yuhibbul muqsitin, adolat bilan muomala qiladiganlarni yaxshi ko'radi deydi. Ya'ni sifati borda to'g'ri yuradigan kishilarni yaxshi ko'radi. Bu odam to'g'rida deb qo'yamiz. Yana bitta ta'rifimiz bor. Bu ta'rifni yo'q qilishimiz kerak. To'g'ri odamlarni nima deymiz? Bu to'g'rida o'raqdek to'g'ri. Yana nima gap bor? Bu ashim bilan o'tib ketadi mana shu to'g'riligi bilan. Shunaqa gaplarimiz borki, to'g'ri odamni malomat qilishning o'rniga birodarlar, to'g'ri odam tarafida bo'lishimiz kerak. Bu to'g'ri gapiryapti. Sen noto'g'ri gapiryapsan, ukam bo'lsang ham. Bu to'g'ri gapiryapti. Hatto otam bo'lsa ham noto'g'ri gapirdi. Siz to'g'ri gapirdingiz degan muomalani qilish endi adolatli kishilarda sifatlaridan bo'lar ekan.